ZPR haqida ha yoki yo'q. 2 yoshda 20 ta so'z bilmasa, bu xavotirlimi? Ha. Multfilm ko'p ko'rish ZPRni yuzaga keltiradimi? Ha. ZPR va autizm bir-biri bilan farq qiladimi? Albatta. ZPR autizm deganimi? Yo'q. ZPR o'z-o'zidan o'tib ketadimi? Yo'q. ZPRda ko'pincha diqqat ham sust bo'ladimi? Ha. ZPRda o'yin ko'nikmalari odatda yomon bo'ladimi? Ha. Temir past bo'lsa, nutq kechikadimi? Ha. ZPRda EEG doim qilinishi shartmi? Yo'q. ZPRda logoped mashg'ulotlari eng muhimmi? Ha, albatta. ZPRni vitaminlar bilan davolab bo'ladimi? Yo'q. Giperaktivlik ZPRda ko'p uchraydimi? Ha, albatta. 3 yoshdan keyin nutq chiqishi qiyinlashadimi? Ha. 2 yoshda oyi dada demasa, bu normami? Yo'q. Qadrli kuzatuvchilar, ZPR bu tashxis emas. Bu bolaga berilgan ta'rif. Agar ZPR haqida qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib ketishingiz mumkin.